Hürmetlik vatandaş, sizlerge tülüngen bəgəvədimiz boyunca bugün 3-cü leksiyamızı başlayımız. Bugünkü sılağa 2023-cü yıl 3-cü ayının 10-cü günü hürmetlik vatandaş. Biz tülüngen 2 parça leksiyanın 2-cisi ahır dedik ki, Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Məhkəməsi yoki Devlet İşlər Katibi Antony Blinken Tayvan to'g'risida nutq e'lon qilib, Amerikada hozirgacha davomlashib kelayotgan Tayvan to'g'risidagi mujmal siyosiy qarashni yoki mujmal siyosatni qarashni emas, mujmal siyosatni bosib o'tib, Tayvan meselesi bo'yicha taglikni, Tayvan meselesi bo'yicha tarixiylikni ve reallikni deganda Amerika-Jungo münasibeti. O'rtasidagi Tayvan. Tarixiylik deganda yanada o'xshashlar Amerika-Jungo o'rtasidagi tarixiy o'rinda turgan Tayvanning tagligini ochib o'tdi. 1969-yili 79-yili kechiringlar. Birinchi ayda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Xalq Cumhuriyati bilan diplomatik munosabat o'rnatganda 3 parcha axborot, Beijing axboroti va 2 parcha Shanxay axboroti asosida avval siyosatni belgilab yoki ideologiyalik siyosatni belgilab, undan keyin Tayvan Jungoning bir qismi degan masalani Amerika Qo'shma Shtatlari to'g'ri tushunadi yoki tushunadi. Şu vaqtim, şu axbaratim şunda deyilge vatandaş. Hozirgacha bir kuni Tayvan Jungoning bir qismi, yana bir kuni Tayvan mustaqillik jakarlısı qo'llamaymiz, yana bir kuni Tayvan mustaqillik jakarlısı o'zining ishi mushundaq deyilib keldi vatandaşım siyosat. Bu xalqaro siyosatda. Lekin şu noktada dikkat kılın ki 1952 yıl yani 1945 yıl Yaponiya taslim bulup Tayvan azatlığa erişkenden keyin 1950 yılı Yaponiya ile Amerika Qo'shma Shtatlari iki devlet, iki hükümet San Fransisko xitobnomasi e'lon qildi. San Fransisko xitobnomasida siz biz dikkat qiladigan bir cümle hürmetlik vatandaş Tayvanning tabaligi bekitilmedi. Tayvan devi Weidonglan Xitoycha. Men shundan beri bugun kuni kelganda xuddi shu vaqtda aytilgan gap bo'yicha Tayvanning tabalik o'rni bekitilmedi. 2-oyning 23-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken ifoda bildirib yoki siyosatda ifoda bildirib, Tayvan Jungoning ishi emas dedi. Tayvan to'g'risidagi mujmal siyosat ramkasini bosib o'tdi. Tayvan Jungoning zimini emas dedi. Tayvan to'g'risidagi belgilangan siyosatni endilikda o'z joyiga qo'yib, taglikni aslida nima deyish kerak? Tayvanga aslida qanday muomala qilish kerak? Devlet İşler Katibi Antony Blinken 2-oyning 23-kuni nutq so'zlab bu masalani ochiq dedi, oshkor e'lon qildi, aniq e'lon qildi. Vatandaş esingizda bo'lsin. 2023-yili 2-oyning 23-kuni. Yani esingizda bo'lishi kerak, hurmatli vatandoshim, 2021-yili 10-oyning 26-kuni Devlet İşler Katibi Antony Blinken dünyadaki demokratik devletlerge chaqiriq e'lon qilib, qo'llanglar. Biz Tayvanni Birleşken Devletler Teşkilatıga elib kiramiz. Qo'llanglar degan edi. Yani 2 yil o'tgandan keyinki bugungi 2-oyning 23-kuni endilikda ochiq oshkora Tayvan Jungoning zimini emas, Tayvan Jungoning ichki ishi emas dedi. Tamam vatandaş. Endi siz mushuni hozirgi xalqaro ko'rinish, xalqaro manzaraning, hozirgi xalqaro kayfiyatning ichiga qo'yib tushunimiz, yiroqqa bormaymiz. Yaqinda lekin gap hurmatli vatandaş.
2 ayının 14. günde 17. günü çakırılgan München Halkara Bexaterlik yığını. Cungo diplomatı Wang Yi bu yığını yitip geldi. Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar kotibi bu yığını yitip geldi. Uchrashmasligi mumkin emas. Ikki davlat diplomatlarının bu cho'qim uchrashuvi. Lekin Cungo diplomati Wang Yi qo'pollik qildi. Sharafsizlik qildi. Adabsizlik qildi vatandosh. Men tunugun Allohning so'ziga leksiyalarimda so'zlagan edim. İkinci ayının 17. günü Devlet İşler Katibi Antony Blinken bilen Cungo'nun diplomatı Wang Yi görüşkende mushundaq manzil o'ttirib chiqdi. Biz bunu müşahede qo'yib turaylik. 2 ayının 20. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti tuyuqsiz Ukrayna Kiev shahrida ziyoratda bo'ldi. Prezident Zelenskiy bilan ko'rishdi. Polshada dunyoning vaziyati va Ukrayna urush maydonining vaziyati to'g'risida ham dunyoning demokratiyasi to'g'risida dag'dug'liq noto'q so'zildi. Dal shu kuni 2 ayning 20 kuni minister yoki Cungo diplomati Wang Yi Moskvada ziyorat qildi. Vaqtni ko'rib beqing vatandoshim, tig'ma-tig'. Vaqt o'rinlashtirishi tig'ma-tig'. Men boshda aytdim-ku, hozirgi vaziyat nima? Buning vaziyat ko'rinishi, orqa ko'rinishi nima? Dedim, hozir men shuni so'zlayapman vatandoshim. Lekin Wang Yi apandi Moskvada birinchi bo'lib ko'rishgan kishi 21 kuni Moskva bexatarlik komitetining mudiri Patilishov bilan ko'rishdi. Bunu ochiq aytadigan bo'lsak, eg'izda aytiladi davlat bexatarligi. Amaliyotda bu intayin inchik ishlarga berib taqiladigan ishlar bu vatandoshim. Davlat bexatarligi degan gap bu intayin inchik ishlarga berib taqiladigan ishlar, bu chegara ishlari, ta'sir doirasi masalasi, tarixiy masalalar, real masalalar davomli so'zlanib turadigan masala bu davlat bexatarligi masalasidir. Müşahede bir cümle aytibdi, Uyg'uriston meselesi Rossiya KGB'nin daftaridagi mesele. Uyg'uriston meselesi Rossiya armiya başştabining arxivxonasidagi mesele. Uyg'uriston meselesi Rossiya Tashqi ishlar ministrligining arxividagi mesele. Uyg'uriston meselesi Rossiya Bolsheviklar partiyasining arxividagi mesele. Aytibdi, mushlar davlat bexatarligi meselesidir, hurmatli vatandosh. Wang Yi Patilishov bilan ko'rishdi. 2 kuni Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Shu kuni ham prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdi vatandosh. Arqadallar Cungo Ukrayna Rossiya urush to'g'risida tinchlik shartnomasi yoki imzolash uchun tinchlik tashabbusini o'ttirg'i chiqadi. 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin Moskva buni rad qildi vatandosh. Tushundingizmi? Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken 2 ayning 17 kuni Myunxenda rais diplomat Wang Yi bilan ko'rishib 2 ayning 28 kuni yo'q, 2 ayning 23 kun Tayvan to'g'risida ifoda bildirib, 2 ayning 28 kun O'rta Osiyoga ziyorat qildi vatandosh. Bu nima dedik? Chiroyli tasvirlik biz emas. Amerika Ovoz Radiosi, Xitoy til programmasi, New York Vaqt gazeti o'xshashda nima deb mavzu qo'ydi? U yoqqa ketdi. Ya'ni davlat ishlar kotibi Antony Blinken O'rta Osiyoga ziyorat etdi. U bu yoqqa keldi. Ya'ni Belorussiya prezidenti Lukashenko prezident Vladimirga elchi bo'lib Beijingga keldi. Bu mavzuning qo'yilishida, arqa ko'rinishida, tarix arqa ko'rinishida, real arqa ko'rinishida intayin cho'nqir mazmun bor vatandosh. Shundaq deyli, mana shularni ko'rib o'ltirib, endi tuniga nima dedik, leksiyada so'zildik. 3 ayning 3 kuni Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putinning favqulodda vakili Hakimov Beijing'e ziyaret geldi. Ben dedim tünügün 5 gün içinde, kısıkına 5 gün içinde. 2 nefer favqulodda elçini Beijing'e evetip, birinci kıtımki elçi dedi ki sen
Cüngüde eçildiğin işki kurultaydım, biron Moskvani ziyaret kılsan. İkinci katım ebetilgen Hakimov nemi dedi ki Şanghay Hamkarlık Teşkilatı herkes harbiy teşkilat olmaydı. Bu doğruda Prezident Vladimir Putin bilen Cüngü'nün reis Xi Jinping'in oturusunda ortaklık bağdı. Şunak vatandaş her işkilisi Amerika Koşmuş Ştatlarına münasebetlik. Mesela Lukashenko'nun dediği Cüngü harbiy kural yarakni Lukashenko'ga berdi, Lukashenko Rossiyaga berdi degan gap chiqdi. İkincisi Şanghay axborot, Şanghay hamkorlik tashkiloti harbiy ittifoq bo'lmaydi degan so'zni Amerika Qo'shma Shtatlari qartilgan gap bo'ldi. Chunki qo'rqib turyotdi-ku. Amerika Qo'shma Shtatlari hisob oladi-ku. Javob oladi-ku vatandosh. Şuna her iki favqulodda elchi Beijing'de şundaq ifodada bo'ldi. Biz Türkiye qisman tahlil qildik. Endilikda qurultay oxirlashaydi. 3 kun qoldi, 13-chi kuni oxirlashadi. Hozir anglashlar qaraganda reis Xi Jinping yana bir qatim butun millat bilan reis bo'lib Jungoga saylanibdi. Javlaji xalq vakillar qurultayning boshlig'i bo'lib saylanibdi. Wang Hu'ning siyosiy kengashining boshlig'i bo'lib saylanibdi. Mana shundaq saylam tugul 3 kunlik kuni oxirlashadi vatandosh. Lekin biz dedik, shinchi oyning 6-kuni qurultay mezgilida muxbirlarni kutib olish yig'inida Jungoning tashqi ishlar ministri Qin siyosiy kengashning umumiy yig'inida Jungoning reis Xi Jinping o'xshashlar bir vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarini tanqid qildi. Biz bunu tününü klişimizi sözüldük. Şunda tanqidlab turib, mötedil diplomat şefini Amerika turuşluq baş elçi qilib tayinledi. Şefin 2022 yılı 5. ayının 27. günü Jungo Tianjin şehrida Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman xonim bilan ko'rishgan edi. Bulan qo'yib turayli, tugidi, aziyan qaytib kelayli. Mushundaq orqa ko'rinish ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Amerikaning Tayvanga qaratgan siyosatini, 50 yillik siyosatini, 70 yillik siyosatini siyosat ramkasi bo'sib tashlab Amerika'da Tayvan to'g'risidagi, Amerika siyosat sohasidagi Tayvan to'g'risidagi mujmal qarashlarni bo'sib tashlab dediki, 2-oyning 23-kuni Tayvan Jungoning ishi emas. Tayvan Jungoning bir qismi emas. Tayvan ma'nosi shuda, Tayvan Jungoga hech qachon, Jungo Tayvanga hech qachon hukmronlik qilib boqqan emas. Biz tunugun nima dedik? Prezident Sayvin xonim Amerikani ziyorat qildi. Avam palata boshlig'i Kevin McCarthy Kaliforniyada qarshi oldi. Bu sezgur gap. Mushuningdan qaraganda nima prezident Sayvin Washingtonga kelamdi yo'q. New Yorkda Cornell Universitetida o'zining ana maktabida doklad so'zlamdi yo'q. Zada qo'yib turaylik, kim bilan ko'rishsin yo ko'rishmasin, prezident Sayvin Washington orqali Janubiy Amerikaga ziyoratga boramdi yo'q. Bu intayin sezgur masala bo'lib oldingiz turibdi vatandosh. Intayin sezgur masala bo'lib oldingiz turibdi vatandosh. Bu siyasetning berishi, siyasetning kelishi mana mushundaq bugun bu yerda sizlarga so'zlaydigan so'zimiz leksiyamizda eng g'albilik masala Tayvan masalasi to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi va davlat ishlar kotibi Antony Blinken orani echib etdi, taglikni echib etdi, tarixni echib etdi. Mushat to'xtab tursin. Endi qurultay oxirlashdi. Reis Xi Jinping Moskvani ziyorat qilamdi yo'q. Prezident Vladimir Putin saqlab turyotamdi yo'q. Endi mushu tartib qoldi. Ikki elchi avatdi, ikki elchi taklif qildi Moskvani ziyorat qilish. Endi Reis Xi Jinping Moskvani ziyorat qilamdi yo'q.
Moskovani ziyorat qilsa nima maqsadda bordi? Nima siyosat bilan bordi? Ukraina to'g'risi tinchlik tashabbusi u bekor qilindi. Moskva qabul qilmadi. Ukraina zilanish qabul qilmadi vatandoshim. Shundaqmi? Bularni qabul qilmadi. Endi u Moskvaga qandaq mavzu ustida nima so'zlashidi? Nima deb boradi? Mana gap mana shu yerda vatandoshim. Endi shu oldimizdagi ishlar bu. Oldimizda yuz beradigan ishlar bu. Şundaq payti 3-cü ayının 6-cı günü meyli Reis Xi Jinping, meyli Tashqi ishlar ministri Qin Gang Amerikaga ismini atap turib hujum qildi. Çünki qisman tahlil qildik. Bu Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinga yaxshichaq bo'lish uchun shunda qildimi? Yoki bu qatim Rossiya prezidenti Vladimir Putin Reis Xi Jinpingning oldiga qo'ydigan masala tüpeyli muşu işini, muşu balani sen Amerika teredin. Sen Amerika muşunu kozgap çıktın diyen kişilerge etkili bulmaydıgan bir cümle, etkili bulmaydıgan bir söz ne? Özü köngülüdü saklap, muşu ölçmenlik ölen Amerika Koşmuş Ştatlarga tenkidi hücum kıldı mı? Bunu Xi Jinping özü bilidi. Tashqi ishlar ministri Qin Gang özü bilidi. Lekin vaziyat mana mush yerda. Vatandaşa. Biz alkışlaymiz. Devlet İşler Katibi Antony Blinken'den Tayvan to'g'risidagi tarixiy ve real meydanını ochiq oshkoralab, Tayvan Jungo'ning ishga ish emas. Endi gap sizda qoldi. Jungnan